Bilimga to'la bosh bilan, xotirjam yurak bilan, sokin til bilan yurganlar bor. Ular oramizda, lekin ularni hamma ham tanimaydi. Bugun siz bilan aqlli odamlarning 7 belgisi haqida gaplashamiz. Bu belgilar faqat testlar yoki diplomlar bilan o'lchanmaydi. Haqiqiy aql hayotdagi kichik harakatlarda, katta sabrda va aniq tanlovlarda bo'ladi. Birinchisi va eng muhimlardan biri ma'lumotlarni tekshirish odati. Aqlli odam har eshitgan gapiga ishonmaydi. U manbani tekshiradi. Sababi yolg'on axborotga asoslanib qaror qabul qilish aql emas, tavakkaldir. Ikkinchisi, xatoni tan olish, haqiqat uchun kurashish. Ular men adashdim deyishni or deb bilmaydi. Aksincha bu o'sish belgisidir. Ular haqiqatni bilib olish uchun kurashadi. Hatto bu o'zining haq emasligini tan olish bo'lsa ham. Uchinchisi, o'ylab gapirish. Aqlli inson har bir so'zini tanlaydi. U tinglaydi, tahlil qiladi, keyin gapiradi. Chunki so'z bu kuchdir va bu kuchdan noto'g'ri foydalanish halokatdir. 4-odat kitob o'qish. Kitoblar orqali ular o'z doiralarini kengaytirishadi. Kitob boshqa odamlarning tajribasini o'rganish va dunyoni chuqurroq anglash vositasidir. 5-odat jahlni boshqara olish. Haqiqiy aql hissiyotlarga emas, anglashga tayanadi. Jahl chiqqanda ular avval chuqur nafas oladi. Bu oddiy, ammo kuchli mashqdir. 6-si yozish. Ular fikrlarni yozish orqali aniq qiladi. Yozish fikrni shakllantiradi, fikr esa hayotni. Aqlli odamning daftari hech qachon bo'sh bo'lmaydi. 7-odat sog'liqqa e'tibor berish. Aqlli odam biladi, miyada kuch bo'lishi uchun tanada kuch bo'lishi kerak. Ovqatlanish, uyqu, jismoniy faollik bu ham aql belgilaridan biri hisoblanadi. Shuni aytib o'tishim kerakki, YouTube'da har yangi videoda aynan sizga foydali bo'ladigan mavzularda ma'lumotlar beraman. Qolaversa Telegramda ham aynan shu nom ostida blog yuritib, obunachilarim bilan kunda 1% ga rivojlanaman. That's why kanallarimga obuna bo'lishni unutmang.